tak. Adriyim. Tak. Reyimkan. Tak. Hey, yotkan jınsı yaçırek. Sıra ornundan. Aman hep başıra kuraylim. Kol lazım buldu demem. Degendi kim bak gitti bu? Ha. Voy, aytma demedim ken kubu. Kana işçiga. At degendi kadımız git kaptığıma gayırıp ketmemke. Ayımın mübarek olsun. Aysa kelmedi mi Aysa? Aysaçı toyğu ketken. Men sen boytaqni yo'qlab o'tay deb kelishim. Qani. Voy bu uyumdan to'qqiz bal bo'ron chiqib ketibdi-ku. Qisqan bo'ronmi bu? Dashat gap sizmi adasiz? Boytaq taskaga o'xshamamdi. Ya boytaq kulib qoldingmi ya? Onu bir demang. Bu boytaqchilikda peyiz yo'qkan dana o'zbek o'zxon. Biz talavatılda qulaqmang niyadigan adammi yo'q. Jannat yashagan degan shart benda. Rast cennet yaşagandek yaşab etibsen. Voy Allah, sat bo'ldi da. Birdan shaqijim o'tirib turing ha. Men bog'ga qarang. Kirib bilan dekdi chaydin birini damlab chiqay. Ha bo'ldi. Qiynalma. Ha, ma'qul. Mening vaqo qara. Sana deydigan bir xo'sh xabarim bor. Shuni davitibdi ketini. Xo'sh xabar? Adam. Uzun bo'lib kelmish xo'sh xabar degan narsalarni anglab baqmig'li qanday xo'sh xabarda bir anglab baqmaylimi? Voy, uka. Bu sening Aysani men tunishtirib qo'ygan yaxshiliging uchun baq, o sana bir qiz tunishtirib qo'yay deb keldim. Ya aytmatamada men yaxshi ko'ngilingizga rahmat tanga qarang. Rost gapni qilsam mening hozir faqat to'y qilg'im yo'q tanga. Qo'y undaq demaskan. O'g'il oldigan vaqt uzoq vaqt boytaq yurib ketsa, bu qishining kuchi tushirgan bo'lib qoldi ekan. Men qizni kelib tayyor qilib qo'ydim. Endi hech kimlar ko'rsanglarli bo'ladi. Tova! Bu qanday gap bo'lib ketdi bu yerda? Bu men masalasi qo'ymaylar bu qarshi tarafni ko'rishmagan o'z qiziqishyapti bu. Voy, o'z vaqtida Aysa bilan menimi bizga masalasi mayli tunishtirgandan biromdan chiqib qoldik-ku. O qizni boshlab Aysaga ko'rsatsam, voy bo'ladi ekan, Reyimxonga yaraydi dedi. Qanday qizni biz tanıdık ya qizni? Voy, yo'q, tanımaysan. Bu degan uydan taloq chiqib baqmagan qiz. Voy, uydan taloq chiqib baqmagan qanday qizdi bu? Acamning do'sti. Acımızın do'sti? Ha? Ya bu acımızın do'sti meni opam bo'lsa bu. Voy, o'zing yaratmay ketdingmi? Mening acamning u do'sti bor, o. Uch yerdan chiqqan hisob qilmaganda mush tirnoqni to'xtag'dagi qiz oladigan, ha? Ya aytmadimda. Men yaxshi ko'ngilingizga dahshat rahmatdan qarangadi. Ham o'zingiz bilasiz qarang. Biz ma jamiyatdan aqpicha qarpicha qamin o'ynab tutdinga. Ham jamiyat 2 ning oldi bo'lmasa 4 ning oldiga qarang. Endi mayaqdan men ajrashib, endi mayaqni to'qsam, Reyimxon qayr xotiningizning xotinini xatni beribdi degan gap taqasi. Marjon men aramdan qarangadi. Shunga shu men tanishtirmoqchi bo'lgan qizingiz hadingizning yo'ldoshining yaqin bir do'stlarga tanishtirib qo'ymamsizlar. Shundaymi? Voy, ukan. Toy qilishni xolimigidan qaraganda, burun xotning ishtay saqlab otdaga o'xshamamsa? Tovadanga aytmatamada, tovadanga. Ashning gapni anglagandan keyin boshlarim qo'yib ko'z oldirim qop-qorong'i qon desmim lappi dörlaydi qoldi qarangada. Ada, jin gapni qilsam bog'i, men hayotimda ikki cho'ng ziyon topgan bo'ldanga qarang. Biriga qimor o'ynab ziyon topgan qarang. Yana biriga mush xotinni ziyon topgandanga. Menda ziyonlarni topdim yo'qchimi ada?
Vay, kam senin işin arlaştığını emez, cenin çıktı da iş olsun ki, burun kayalığını görüştüğüm ecimi. Tövbe daha vaktim var mı onu görüştüğün kadar? Vay, kanun gelsimi del yerey, bu hattının vağı, muş közden bir şunlukla yığıplı turttu. Vay, hakavırlığı çok meni köz iğanşıyıp, bana ketişleri usattın. Vay, işkinler vağı bir yer tırdıgan bolsana, muş tezekten töpsü gülünü sancıp koyganı, takat yaraşmaytınlar bir-birinliğe, adamın köngülünü iyileştirip. Vay, aypatemede. Öyle onunla ben tutsam da sizin gözüne sığmağına kızıkışıyordu bu. Vay, kam. Biz vağı, halkның sığ kelgen kiyimiga qarab, qandaq qıldıqanlığına baha bereleymiz. Can. Vay, mening degan gapim to'g'ri bo'lg'achqa, shuni qo'yib atgansa o seriq tukni. Onungdan bağı, acamning do'sti degan ming tuzuk. Ya da, ma Aysan'ın bitildiğin vakti olup kaldı berip, yunuz lağmayet verin ha, yunuz. Hey, ben senin dadını yavatman cuma. Vay, özümün geminin ödüsünün çıkıcılığını bağ aypatemede. Oo, işte, ülem sen tırlansan, nemi çatıqın?